Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyamızı başlaştan evvel 12. günü Amerika Qo'shma Shtatları Florida ştatının Orlando şehrinde qattiq fojia yuz berdi. Men shu munosabat bilan shu qattiq fojiada vafot bo'lgan kishilarning oila tababatlaridan samimiy hol so'rayman. Shundaqla men bu qotillikni paydo qilguvchi har qanday bir kuchning har qanday harakatini ayblayman va bunday harakatlarga qat'iy qarshi turadiganligimizni bildiraman. Bugun so'zlaydigan leksiyamizning mavzusi mundaq vatandoshim. Shangri-La yig'inida Yaponiyaning NATOga a'zo bo'lib kirish mumkinligi o'ttirg'i chiqdi. Mavzuli xabar 6 ayning 3-kuni Dovi Tor betida e'lon qilingan edi. Bugun biz shu xabar bilan leksiya shaklida sizlarga vatandoshlarga so'zlab beramiz va bu xabarning mazmuni bilan tanishtiramiz. Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti Harbiy ishlar komitetining raisi Pavel 6 ayning 3-kuni Shangri-La'da o'tkazilgan yillik yig'inda mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning normal davlat bo'lishiga qarab yo'l elishiga qarshi turadigan hech qanday sabab yo'q. NATO Yaponiyaning normal davlat bo'lishini qo'llaydigan bo'lsa, demak bu ish Yaponiyaning tinchlik asosiy qonunni o'zgartirishini NATOning qo'llaydiganligidan derak beradi. Yaponiya normal davlatga aylanadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiya, Koreya davlatlar ittifoqining asosini kuchaytirib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaponiyani NATOga elib kirishini ilgari surishga to'sqinlik qiladigan alomatlarni uzil-kesil supurib tashlab, bu to'sqinliklarni yo'qotqili bo'ladi. Singapur Birlashma gazeti 6 ayning 3-kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Bu qatimliq Shangri-La yig'iniga qatnashgan NATO Harbiy ishlar komitetining raisi Peter Pavel Janubiy dengiz masalasida muxbirning so'ragan savollariga javob berganda, NATO Sharq-Janubiy Osiyo davlatlari orasidan munosabatlardan fursat izlaydi. Pavel mundaq ko'rsatdi. Biz Jungoning Janubiy dengizdagi harakat va tashabbuslarini inchkilik bilan tahlil qilamiz. Yaponiyaning normal davlat bo'lishiga qarshi turishga hech qanday sabab yo'q, deb ko'rsatdi. Yaponiya NATOga a'zo bo'lib kirishga orqada turib, Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari haydakchilik qiladi. Yaponiya haqiqatan normal davlatlik o'rnini ishga oshiradigan bo'lsa, asosiy qonunni o'zgartgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birlikda askariy qismlarni boshlab butun dunyoga chiqa oladi. Shu vaqt yetganda Yaponiyaning NATOga a'zo davlat bo'lib kirishi o'ng'aylishidir. Amaliyotda bu ishning keyinida Amerika Qo'shma Shtatlari 4 kilik rol o'ynaydi. Yevropa ittifoqi o'tganlarni bo'shatib beradi. Boshqacha aytganda NATO Yaponiyani o'ziga tortib, Yaponiya orqali Osiyoda o'zining ta'sirini kengaytirmoqchi bo'layotdi. Bu yil 5-oyda taraqqiy topgan 7 davlat tashqi ishlar ministrlari yig'ini Sharqiy dengiz va Janubiy dengizga aloqador bayonot va hamda dengiz okean bexatarligi haqida birlashma bayonot e'lon qilib, bayonotda Yaponiyaning asosiy qonunni o'zgartirishni qo'llaydiganligini bildirdi. Xilma-xil alomatlar ko'rsatdiki, Amerika Yevropa ittifoqini rag'batlantirib, NATOning sahnasi orqali Yaponiyani sakrash taxtasiga aylantirib, G'arb okeandagi ta'sir kuchini oshirmoqchi bo'layotdi.
Yaponiyaning NATO'ga a'zo davlat bo'lib kirishi qaratmiliqqa ega bo'lsa, bu qaratmiliqning ob'ekti qaysi davlat? Albatta biz bu tarafini so'zlab bermasakmi, sizlarga ayondir deydi xabarda.